Hammaga assalomu birga alaykum. birinchi qilamiz. Kim birinchi Sizlar qilishi bilan yaxshi birga ko'radi. birinchi qilamiz. Tog'origa 2 tuxum Marasa chaqiraman. yaxshi ko'raman birinchi qilishi. Ayniqsa yoki ichiga agar tuxumim kichkina bo'lsa, tvorog, 3tadan shakar, qilaman. qaymoq aralashtirib, Tuxumni ichiga aralashtirib oldim. nachinkasini so'sirib, Ketidan 6 shirin qoshiq bo'ladi. shakar soldim. Shakar solganimizdan keyin Shunaqa qilib ikkita tuxum chaqib olamiz, shakar solamiz. ketidan Solamiz sut olamiz. Bitta stakan sut olasizlar qizlar, 1,5 emas. Bitta stakan 5 qoshiq shakar solamiz. Домашний sosli ham bo'ladi. Endi menda yo'q bo'lgani uchun shakar, magazindan qaymoq aralashtirib solaman. Stakanimizni to'ldirib sovolamiz. Zo'r chiqadi. Shu tuxum bilan shakar aralashmasiga sovuramiz, keyin bitta stakan un solamiz. Keyin vizivalkada yaxshilab aralashtiramiz. Keyin ketidan 1 stakan suv solaman men har doim. Qizlar zo'r chiqadi. Keyin kichkina qoshiqda to'ldirib emas, yarimta qilib chaynak soda solasizlar. Keyin yarim piyola yog' solasizlar. Aralashtirasizlar-da, qizib turgan tovaga solasizlar. Shunaqa qilib bilinchigimiz zo'r o'xshab chiqadi. Ko'rdinglarmi qizlar? Men old tarafini ham, orqa tarafini ham ko'rsatdim. Xuddi shunaqa zo'r chiqadi. Men aytgandek masalada qilsanglar, mana shunaqa zo'r chiqadi qizlar, ko'ringlar. Ichiga tvorog, shakar, qaymoq, men 2 qoshiq qatiq ham sovuraman, aralashtiraman. Shu bilinchigim tayyor bo'lgandan keyin orasida gulkaram pishirib oldim. Gulkaram yaxshi ko'radiganlar bormi? Uydagilar quvonib ketdi. Shu ichiga bilinchigimizni ichiga soladigan kremini tayyorlab oldim-da, bilinchiklarni bunaqa qilib yoyib olib ichiga soldim. Rosa ham yaxshi ko'raman. Ko'pchiliklar qiymali bilinchik yaxshi ko'radi. Bunaqa narsalarni uncha yoqtirmayman, shirinroq narsalarni ko'proq yaxshi ko'raman. Tayyor.